Hamma ayollarni bitta layla tashab ketadi desam ishonasizlarmi? Ular hammasi bir xil. Mana mabodo telefonda video yozibda gaplashib o'tirgan xonaga adashib kirib qolsangiz o'ldimi? Ha, xolasi mana Feruzbek gapi bor ekan. Men gaplashib turib, men xamirimni qilib olay. Gapim yo'q, men nima deyim? Uluka Moria dub zeleniy deyman. Nima deyman men? Tabriklab qo'y, tabriklab. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymansan. Voy, tug'ilgan kun emas, nevarali bo'ldi. Men qachondan tug'ilgan kun bilan tabriklaydigan yoshdan nevarali bo'lgan odam tabriklaydigan yoshga o'tib qoldim. Men hali u darajada emasman, men pastdaman hali beri. Mana shunaqada e'tibor ham berishmay, g'o'dayib o'sib qolishgan. Voy, Real Madridda o'ynama hali nevarali bo'lish e'tibor qaratib turaman. Yo, men Raddomda ishlayman. Qo'shnimizni qizi borligini qo'shnimiz qizi erga tekkanda bildim. U to'y bo'lganda, kanda ochganda. U yoqda ham kimdir ayasi, u tarafda ham. Hozir men xonaga chiqib oladi deb turishni bitta xonaga chiqadi. 4 yoshli uxlab yotgan bolamni deb o'rnidan turgizdi. Tur, bolamman, akangga hali yodlagan she'ringni aytib qo'y. Umuman ikkita suhbatga aloqasi yo'q mujik gaplashib o'tiribmiz. Bittasi 4 yosh, bittasi 20 yosh. Keyin eng qiziga aytib bergan ekan. Bo'ldi, uxlaver bolam. Mana shunaqada kechqurun uxlashmaydi, to'polon qiladi bular. Ha, uxlayatuvdi.